Yuzingizda qizarish bor, qizil toshmalar chiqdi. Oftobga chiqsangiz qichishadi. Tonalkasiz ko'chaga chiqa olmaysiz. Bir necha yildan beri shu holat. Malhamlar ishlatib ko'rdingiz, turli xil vositalardan foydalandingiz. Ammo shu kungacha yechim yo'q. Ba'zi bir joylaringizda qil tomirlar kengayishni boshladi. Ushbu holatlarda bu oddiygina yuz qizarishi emas. Chunki dermatologiyada bir nechta xavfli holatlar bor. Albatta, shifokor, dermatolog, kosmetolog, lazer bo'yicha mutaxassislarga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Sababi yuz qizarishi bilan bog'liq fotodermatoz degan kasalliklar bor, allergik holatlar bor, turli xil xavfli o'smalarga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlar bor, sistemik kasalliklar bor. Bularni albatta shifokorga murojaat qilgandan keyin to'g'ri tashxisotdan ish boshlanadi. Keling bugun shularni bittasi bo'lgan, tez uchraydigan, ayollarimiz ko'proq shikoyat qiladigan yuz qizarishi, toshmalar bo'yicha to'xtab o'tamiz. Demak, eng ko'p tarqaydigan 30-45 orasi bo'lgan ayol kishilarda yuzida qizarish, toshmalar paydo bo'lib, qichishish, ba'zi bir joylarda qil tomirlar kengayishi bu ko'proq pushti husnbuzarning belgisi bo'ladi. Pushti husnbuzar bo'lgan insonlar ko'pgina biz kuzatayotgan narsamiz amaliyotda turli xil malhamlar, ayniqsa gormonal malhamlar, ularning ismlarini aytmayman, ular juda ham ko'p malhamlarni surib vaqtinchalik bir yechim qilishadi. Ammo lekin bu gormonal mazlarni uzoq vaqt qo'llab bo'lmaydi va ular qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Sababi ular terini yupqalashtiradi. Qizarishni vaqtinchalik yo'qotganday bo'lib, keyin yana ham masalani chuqurlashtiradi, muammoni ko'paytirishadi. Shuning uchun dermatolog ko'rigiga albatta kelishingizni tavsiya qilib qolaman. Eng ko'p uchraydigan amaliyotdagi holatlardan birini, ya'ni rozatsiyani, boshqacha nomi pushti husnbuzar, elimizdagi nomi pushti husnbuzar, kupiroz degan so'zlar bilan juda ham mashhur aholimiz orasida. Demak, bu holat qayerdan kelib chiqadi? Kelib chiqish sabablari shu kungacha aniq bir ma'lumot yo'q. Ya'ni mana shu sabab yoki u sabab deyilmaydi, lekin shunga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Ya'ni rozatsiyani kelib chiqishda bir nechta qarashlar bor. Ulardan bittasi shu yuz sohasida qil tomirlarni kengayib, ularni yuz terisiga yaqinroq joylashishi. Bundan tashqari quyosh ta'siri, ya'ni ultrafiolet zararli nurlar ta'sirida. Uchinchisi, ular teri ichida, ya'ni terini ichkarisida kanallarni joylashishi, demodex deymiz biz, shu demodex kanallarni joylashishi va ularni ko'payishi va shu kasallikni kelib chiqishida o'zini albatta o'rni borligini ta'kidlab o'tishim kerak. Undan tashqari ba'zi bir yeb ichish bilan bog'liq, ya'ni oziq-ovqat bilan bog'liq joylari bor. Ya'ni qahva ichish, o'tkir, sho'r, qovurilgan, uksusga o'xshagan holatlar, dudlangan mahsulotlar iste'mol qilganda vaziyat yana ham chuqurlashib, yana ham avj olish mumkin. Rozatsiya, ya'ni pushti husnbuzar haqida gapirar ekanmiz. Albatta bularning bir nechta bosqichlari bor. Dastlabki bosqichlarda yuz shunchaki bir qizarganga o'xshaydi. Yengilgina qizarish, ko'proq yanoqlarda, peshona qismida bo'lishi mumkin, dahan qismida yengil qizarish bo'lsa, qichishish kuzatilishi mumkin. Oftobga chiqqanda qizarish yana ham kuchayishi kuzatiladi. Endi keyingi bosqichlarga o'tadigan bo'lsa, mayda toshmalar chiqishni boshlaydi va ular uchida mayda yerinchalar paydo bo'ladi. Uchinchi bosqichda esa bu eng oxirgi bosqich hisoblanadi. Bunda qil tomirlar kengayib, burun shakli o'zgaradi. Burun shakli o'zgardi deganda hajmi kattalashib, juda ham bir xunuk holatlargacha olib kelishi mumkin. Beauty terapi klinikasida yuz qizarishi, pushti husnbuzar, ya'ni rozatsiya, kupiroz bo'lgan holatlar uchun maxsus bugungi kunda dunyodagi eng oxirgi standartlarga javob beradigan Lutronic kompaniyasining Clarity 2 degan maxsus lazeri bor. Ushbu lazerning ustun tomoni muolajalar qisqa muddatning ichida komfort sharoitlarda tez samara beradigan lazerlardan biri hisoblanadi. Demak, dermatologiya sohasida barcha harakatlar tashxisotdan keyin, to'g'ri tashxis qo'yishdan boshlanadi. Mana Beauty terapi klinikasida yuqori texnologiyali uskunalar bor. Ushbu uskunalar diagnostik dermatoskopiya uskunasi yordamida biz mana teridagi holatni o'rganamiz. Demak, xavflimi, xavfsizmi, qaysi chuqurlikda yotibdi bu holat. Demak, lazer
muolajalarni o'tkazganda qay chuqurlikda, qaysi tomonlarga qanaqa ta'sir qilishi uchun albatta to'g'ri tashxisdan boshlashimiz kerak. Ayni paytda mana ko'rishingiz mumkin. Mana yaqinlashtirib ko'rishingiz mumkin. Demak, bu tomirlar o'rta chuqurlikda joylashgan va ularni bemalol mana bu lazerimiz yordamida ketkazishimiz mumkin. Bular xavfsiz hisoblanadi. Mana har xil rejimda ko'rishimiz mumkin. Ultrafiolet mana. Aytganday, bu oddiy lupa emas. Bu qil tomirlarni demak chuqur qanday chuqurlikda joylashganligini, xavfli yoki xavfsizligini ko'rsatib beradigan maxsus uskuna hisoblanadi. Demak, bu imkoniyatlar bizga nafaqat qizarish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, balki pigmentatsiyalarni, hollarni, turli xil hosilalarni ko'rish, tashxislash imkoniyatini beradi. Ayni paytda biz hozir ko'ryapmiz, mana xavfsiz quyoshdan qolgan lentigo, ba'zi bir joylarda keratoma holatni, ba'zi bir joylarda mana kichkina gemangiomalarni ko'ryapmiz. Bularni barchasini lazer uskunamiz yordamida korreksiya qilishimiz mumkin. Yoshartirish muolajalarini ham o'tkazishimiz mumkin. Bizning M-Beauty terapiya klinikamizda bugungi kunda yuz qizarishi bilan bog'liq barcha muammolarga yechimimiz bor. Chunki bizning shifokor dermatologlarimiz aniq tashxis qo'yishdan boshlaydi ishini. Va bugungi kunda klinikamizda yuqori texnologiyali lazer uskunalar, diagnostika apparatlaridan foydalanib, ushbu muammoni yechimini tez kunlarda hal qilib berish imkoniyati bor. Agarda sizda va yoki sizning yaqiningizda yuzlarida qizarish, toshmalar paydo bo'lgan bo'lsa, oftobga chiqqanda qizarish, qichish paydo bo'lsa, qil tomirlar kengayib, bu yoqlarda qizarish bo'lib ko'payayotgan bo'lsa, marhamat qilib M-Beauty terapiya klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga malakali shifokor, dermatolog, kosmetolog, lazer bo'yicha mutaxassis bo'lgan shifokorlar malakali yordam ko'rsatishadi. Agarda sizda ham kosmetologik, dermatologik muammolar bo'lsa, kommentariyada yozib qolishingiz mumkin. Albatta siz bilan bog'lanib, savollaringizga shaxsan o'zim javob beraman. Yoki biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.